Assalomu alaykum, sevgili obunachilar. Mana biz bugun obzor qilamiz S06 modelli. Men o'zim kabina shira, Begisdagi mutaxassis sifatida shira. Aka to'sman sizdan bugun so'rayman. Tushunmaganlarim aytasiz. Men qolgan bilmayman. Bo'ldi. Video davomida S06 gibrid Paysamzani obunachilarimizga ma'lumotlarni yetkazib beramiz Shahboz akam bilan birga. Shahboz aka hozir ko'rib turgan modelimiz S06 gibrid modelimizda bo'ladi. Общий zapas kodlari bilan 1200 km mashinamiz yuradi. 200 tokda, qolgani benzinda. Shu kodasiga Shahboz aka necha litr deydi deb o'ylaysiz? Bilmadim, men yesa kerak bir o'yinda. Aka, o'nta benzinli modellarimizda 10 tadan ham kam yedi-da. Aka bu modelimizda 4 litrdan 4,5 litrgacha rasxod qiladi. Shunda ham 92-95 ta. Bu shahar ichidami? Shahar ichida. Agar danli yo'lda bo'lsa, undan ham pasayib ketadi. Eng plyus tarafi mashinada nima? Masalan, gibrid deb ko'pchilik o'ylab qolishadi. Uzoq yo'llarga qiynalamiz deb. Yo'q, bunaqa emas. Bunda yana bitta plyus tarafi to'kis qolmagan payti Shahbozga benziningiz bo'lsa, avtomatik masalan mashina tokka yig'ib ketadi. Benzindan rasxod qilib turib, ham yurib beradi, ham yig'ib beradi. Bundan tashqari motor sifatida foydalansangiz ham bo'ladi mashinada. Uzoq yo'llarga yaxshi variant. Hozir bitta zapravka qilsa shunda 1200 ketadi. Xuddi shunaqa aka, 1200 endi hammani haydashi har xil aka. Masalan, sizni haydashingiz bilan men haydashim har xil. Lekin obunachilarimizda, olgan mijozlarimizda shunaqa yuribdi aka. Shuna. Hozir mashinamizga o'tadigan bo'lsak, diska ballonlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, Shahboz aka, как sportivniy ko'rinishda qilingan 255 ga 45-20 dyumli yumshoq Gitti Continental ballonlar taqilgan. Undan tashqari diskalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, quyma diskalar. Shahboz aka, katta chuqurlarga tushganingizda, masalan, dars ketib qolmaydi. Nimaga? O'rtasida o'zini zashitkasi bor. Ha, lekin bu da zo'r ekan, chiroyli ekan diskalar. Uzoqdan ko'radigan bo'lsangiz ham qanaqadir o'ziga tortadigan chiroyli diskalardan taqilgan bo'ladi. Buni zapas baloni bormi? Zapaskalar gibridda bo'lmaydi. Zapaskalarning o'rniga o'zini suyuqligi bo'ladi. Masalan, teshilgan joyida mashinani balonini yechib o'tirmaysiz, Shahboz aka. Shunda masalan, suyuqligini o'zini kompressoriga ulab qo'yasiz, avtomatik teshilgan joyi yamab ketadi. Ha, ana shuni bilmasdim lekin, to'g'ri. Yengilliklar bo'lyapti-da, Shahboz aka, ko'rayotgan bo'lsangiz, yo'lda turib, yech balonni qidir, vulkanizatsiya unaqa narsalar yo'q. Unaqa bo'lmayapti. Yana bitta plyus tarafi, masalan, Kurgoy tonirovka ko'rganingizda ko'pchilik masalan qiynaladi. Nimaga? Bakkoyli ko'rinmaydi yoki tonirovka to'mniroq bo'lib ketadi. Bunda masalan hamma yechimlar qilingan. Bitta yaxshi plyus tarafi, mashinada slipoy zonalari bor. Slipoy zonalari bor. Mashina sizga yaqinlashsa, avtomatik bakkoyingizdan masalan sizga ko'rsatib turadi. Ha, bu yo'nal svetchasi. Svetchalari bor. Masalan, undan tashqari sensorli datchiklari ham bor. Masalan, siz ko'rmay qolsangiz mashinani yoki mashina sizga yaqinlashsa, avtomatik tabloingizni o'zida ko'rsatadi. Mashina sizga yaqinlashayotganini ko'rsatib bildirib turadi. Kameralar necha gradusli deb o'ylaysiz, Shahboz aka? Kamera bilmam endi, shu eng katta 360 gradusmi o'sha? 360 gradus. 360 emas, bularımizda 540 gradusli kameralar bo'ladi. Общий obzor teylari bilan ko'rsatib beradi. Masalan, uzoq yo'llarga, tog'li yo'llarga chiqqaningizda, tegizda masalan nima turganini bilmay qolasiz masalan. Bemalol bunda masalan teylari bilan общий obzorda ko'rsangiz bo'ladi. Zo'r ekan. Aka, keling bitta salon ichilarini ham ko'raylik. Shahboz aka, ko'rayotgan bo'lsangiz, salon ichida ortiqcha detallar yo'q. Nimaga desangiz, skromniy qilib yig'ilgan variant bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, aka, monitordan hamma narsani masalan monitorni o'zidan boshqarasiz. Konditsioner yoqmoqchi bo'lsangiz yoki abduf abagreiflarni ishlatmoqchi bo'lsangiz, kolonka hamma narsa monitorni o'zidan. Men monitorlarda ham aka unaqa qiyinchilik joyi yo'q. Masalan, funksiyani ichiga kirib ketishlar, unaqa narsalar yo'q. Как обычный oddiy telefon sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Bulardagi aka 3 xil rejimlarda yuradi. Shahar uchun, danli yo'l uchun, masalan off-road, tog'li yo'llar uchun, eko, normal sportdan foydalanib turib ishlatsangiz bo'ladi. Hamma narsani aka monitorni o'zida, masalan bagajingizni ochish, masalan baklarni ochish, hamma funksiyalari mashina o'zida bo'ladi. Yana bitta plyus tarafi, Shahboz aka, uzoq yo'llarda ketayotganingizda zerikib qolasiz. O'sha payt gaz upravleniyasini ishlatib ketsangiz ham bo'ladi. Masalan, привет совесть. Закрой люк. Ha, ovozda komanda beradi. Ha, ovozning masalan boshqaruvlari ham bor. Ha, ular zo'r ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ichkari detallari hammasi qop-qora. Nimaga?
Bizani iqlimda bilasiz aka, chang havoli ko'p, Shuni. tez kir bo'lib ketadi, himchisketala bo'lib qoladi. Bunda unaqa emas aka. Bitta krugoy tonirovka urib olsangiz aka, qop-qora bo'ladi, to'mni masalan, mana zo'r bo'lib ketsa kerak aka. Zo'r haq. Rullari ham keyin elektronika bo'ladi aka, masalan, razворотli kirganingizda, sekin haydaganingizda rul yumshoq bo'ladi. Ha. 80 da masalan avtomatik 100 ga chiqqaningizda rul avtomatik sportivniy rejimga o'tib oladi. Mustahkam qotib oladi. Mustahkam bo'ladi. Chunki nimaga aka, sizga yumshoq rul ham tez yurganingizda minusga ketishi mumkin. Shuni. Bu yerdagi detallarga o'tadigan bo'lsak, mana bitta ko'rayotgan bo'lsangiz, har bitta knopkalarini kondisionerga ishlatsangiz ham bo'ladi. Ha. Bularda yana bitta plyus tarafi aka, kondisionerlarga har bittasida filtrlari bo'ladi. Sizdan avtomatik ko'chadagi havoni torta olmaydi. Masalan, sassiq masalan, iflosroq havoda bo'lsa, sizga birinchi filtrdan o'tkazib, keyin toza havoni chiqarib beradi. Misol uchun tashqarida qanaqa havo bo'lishidan qat'iy nazar, uni tozalab sizga toza havo qilib beradi. Shunaqa aka. Telefoningizni qo'yib tekshirib ko'rsangiz ham bo'ladi aka. Telefonlar oladimi shunga? Oladi aka. Bu chexol bilan qani? Ana oldi. Mana avtomatikga olishni boshladi. Keyin shabozga bilsangiz, besparodiy zaryadkali qo'yganingizda telefon qizib ketadi. Bo'ladi mana aka, tagida o'zini sovutib turadigan funksiyalarigacha bor. Ha, zo'r ekan mana shamol chiqib turadi. Telefon masalan qizib ketdimi, avtomatik mashinani o'zi sovutishga o'tib ketadi, telefonni o'zi. Undan tashqari uzoq yo'llarda ketayotganingizda, masalan, suvlarni olib qo'ysangiz, suv payti isib ketadi. Barra ochasiz aka, shundan ikkita suvingizni tiqib qo'yasiz, bo'ldi sovutib ketaverasiz aka. Haqiqatdan. Barda ishlanaqasi ham bor adashmasam, ha? Kondisionerchasi. Kondisionerchasi bor. O'zini kak xolodilnik sifatida foydalansangiz ham bo'ladi barimizdan. Chunki ikkita suv solib qo'ysangiz, bemalol sovutib ketaveradi aka. Bunisi zo'r ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma funksiyalari bor aka mashinamizda. Bitta plyus tarafi aka, uzoq yo'llarga menimcha og'aynilar bilan ketayotganda hamma shularni baland qilib qo'yib ketadi. Eng plyus tarafi aka, akustikasi Sony bo'ladi buniki. Ha, Sony degani yaxshi degani, men uchun Sony eng qimmat akustikalardan bittasi bo'ladi aka. 8 ta kolonka, undan tashqari o'zini bitta subwooferlari bilan jihozlangan bo'ladi aka. Mazza qilib uzoq yo'lga ketayotganingizda eshitib ketsangiz bo'ladi. Haqiqat. Ma'lumot o'rnida sizga bitta ma'lumot beraman aka. Mashinamizda общий ot kuchi 380 ta ot kuchi bo'ladi aka. 380 ta taqqo oladigan bo'lsak, bu uncha tushunmayman to'g'risi mashinani zo'r degani yuqori. Aka tortishi ancha zo'r degani. Ha, zo'r degani. Og'ayningizni o'tkazib qo'yib bitta gaz bossangiz, bemalol yopishtirib qo'yadi degani-da aka. Bitta gaz bo'lsangiz bemalol radar keladi degani. Xuddi shunaqa. Endi bizga tez yurish menimcha bizani iqlimda qiyin bo'lib qoldi aka. Undan ko'ra sekin yurgani ham qiyinchiroq. Endi ma'lumot o'rnida berib qo'ydi. Obunachilarimizga qiziq aka. Kimdir shu tezlikka qiziqadi, kimdir komfortga, kimdir oilaviy yurayman deydi. Bu qiziq. Mana bu bakoylari ham buni nimasi xiyla regirovkalari qayerdan bo'ladi buni? Hammasini aka, siz anaqani monitorni o'zidan funksiyasini. Ha, monitor o'zidanmi? Yana bitta plyus tarafi aka, sideni ko'janligini hisobiga aka, sideni ham sovutadi, ham isitadi. Ikkita oldi tarafimizni, orqa tarafda faqat isitadi. Bilsangiz, buni bitta yaxshi tarafi aka, ko'jasi, masalan, nappa ko'ja, yaxshi ko'jadan ishlatilgan bo'ladi. Oftoda qolib ketgan taqdirda ham aka, ko'ja trishina beradi yoki terlab, mana oppoq shim kiygan paytingiz o'tirsangiz, dog' qoldirmaydi o'zidan. Xuddi shunaqa, yaxshi ko'jadan ishlatilgan bo'ladi. Yillar o'tib, oldin bo'laydi, shunaqa mashinalar yoshligimizda katta bo'lganimizda, yorilib ketadi, chexollar. Yorilib ketadi aka, bularda unaqa emas, nappa ko'ja eng yaxshi ko'jadan ishlatilgan bo'ladi. Yoki quyoshda torpedalar yorilib ketgan bo'ladi hozir. Aka, keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, torpedkalari ham ko'jaga yumshoq ko'jadan ishlatilgan. Oddiy detal qo'yib qo'yilmaganda. Mana bu nima kalonkami bu nima? Xuddi shunaqa aka, kolonka. Old tarafdan ham, orqa tarafdan ham aka akustikani maza qilib eshitasiz. Uzoq yo'llarga chiqqaningizda menimcha yaxshi aka. Ana. O'zining siytinliklari bor aka. Bu zo'r. Undan tashqari mana bu yerga masalan ochkilaringizni solib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, bu yoq qo'shimcha. Aka, hamma navrotlari bor sizga kerakli bo'lgan. Pultlarini ham ko'rsangiz aka, обычный pultga mos pultlardan foydalanasiz. Zo'r ekan, pranikka o'xshaygan. Aka, ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'p gibrid mashinalarda oddiy panorama bo'ladi, oyna bo'ladi. Lyuk ochilmaydi. Bo'ladi bo'lsa, aka, ko'rayotgan bo'lsangiz, oxirigacha lyuklari ochiladi. Orqada o'tirib ketayotgan odam ham komfortga ketadi aka. Shuni zo'r ekan, boshqacha ekan. Bularning konditsioneri aka, o'z tarafga alohida gradusni to'g'rilaysiz, men tarafga alohida gradusni to'g'rilasangiz bo'ladimi? Ha, hozir siz tarafga alohida, men tarafga alohida chiqishi mumkinmi? Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana siz tarafga masalan 17 gradus qilib qo'ysangiz, men tarafga mana 18 qilib qo'ysangiz bo'ladi. Siz tarafga alohida gradusni masalan havo chiqadi, men tarafga alohida. Ha, misol uchun sherigingiz pasaytirib qo'yib, ko'tarib qo'y desa, hamma xohlaganini qilib qo'ysa bo'ladi o'zini. Shunaqa aka. Zo'r ekan bu. Aka, hamma funksiyalari bor. Menimcha bu mashinada
2026-yildagi hamma funksiyalari Hamma talablarga javob beradi, haqiqatdan. Zo'ragan. Komfortli yoki uzoq yo'lga ham, shahar ichiga ham ancha qulayroq mashina. Ko'p obunachilarimiz aytishadi, ayol kishi haydasa qiynalib qolmaydimi, katta mashina, masalan, kichkina sedan mashina haydagan odam krossoverga o'tirsa qiynaladi deshadi. Yo'q, unaqa emas aka. Bunda naborat komforti ko'proq. Nimaga desangiz, hamma joyi sensorli datchik, kameralar bilan jihozlangan. Menimcha bemalol haydashadi aka. Chunki funksiyalarni o'zingiz ham ko'rib olasiz, videodan oldin ham ko'rib chiqdingiz aka. Haydab ham ko'rdingiz. Komforti ancha zo'r ekan. Shu o'zingiz ham aytdingiz aka. Yo, to'g'ri, haqiqatdan. Obunachilarimizga yana bitta ma'lumot berib qo'yamiz aka. Kelishsa test drive'larimiz bor. Pravaligi bo'lsa, bemalol xohlagan modelimizni haydab ko'rishsa bo'ladi. Siz tomonidan kelgan har bitta obunachingizga katta bonuslar bilan qilib beramiz. Nima bu endi katta bonus, nima misol uchun nima bonuslar bor? Aka, avtosalonimizda ko'rayotgan har bitta mashinamizga mashinani tan narxidan chegirma ham qilib beramiz. Undan tashqari yana 15 millionlik bonusligi ham bor. Bonus, ha. Men bilishlarim mana shu tonirovka, parok, radiator setkalari, mana yangilik bo'ldi, televizor qo'shib berilyapti. Shunaqa aka, televizorlarni qo'shib beramiz. Avtosalonimiz tomonidan uzoqdan kelgan mehmonlarimiz uchun aka, bir kunlik masalan gostinitsa pullarini ham qoplab beramiz. Agar bir kunda masalan kechroq kelib qolishsa, agar ulgurilmay qoladigan vaziyatlar bo'lib qolsa-ki, bir kunlik gostinitsa pullarini ham qoplab beramiz. Undan tashqari aka, Toshkentlikda choyxona oshi ham avtosalonimiz nomidan bo'ladi aka. Ana bu boshqacha, ana bu zakon ana bu. Siz obunachilaringiz kelsa, meni so'rab kelishadigan bo'lsa, bitta chiroyli bitta bonusini ham qilib beramiz aka. Tamom. Endi bitta bagajlarni ham ko'rsataylik. Ha, ketdik. Savozga S06 elektronik bo'ladi bagajlari. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Kattagan bu. O'zini shturkalari, bagaj ham ancha keng aka. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana. Bo'ladi. Akkumulyatorlari orqada bo'ladi. Boya so'ragandingiz aka, balon teshilib qolsa nima qilaman deb, mana aka o'zini suyuqligi bo'ladi. Mana shu suyuq yemaydi-da. Xuddi shunaqa aka, o'zini mana anti-kompressorlari bor. Kompressorlar bor o'zini. Bor aka, hamma funksiyal narsalari bilan qo'shib beriladi. Bemalol aka uzoq yo'lga chiqishganda o'ylab o'tirishmaydi. O'zini zaryadchiklari bo'ladi aka. Bo'ladi, endi qiziqaman-da. Uzoq yo'lga chiqishsa-ki qiynalib qolishmaydi. Ma'lumot o'rnida yana berib ketinglar aka, masalan, qanchada to'ladi, bistri zaryadga qo'ysa yoki uyda qo'ysa deyshadi aka. Bistri zaryadga qo'yadigan bo'lsangiz, 20% dan 80% gacha 25 minutda to'ldiradi aka. Ha, tez ekan, zo'r ekan. Aka, bitta shunda bitta bistri zaryadga qo'yasiz, magazinga borib suv quyishib turguningizgacha manacha mashina uchun to'lib turibdi-da. Bu haqiqatdan. Uyda qo'yadigan bo'lsangiz aka, 3,5 soat, 4 soatda to'ldirib beradi. Zo'r ekan. Aka, keyin yosh bolaligi bor akalarimiz yoki ayollar aytishadi, detskiy rejimlari bor mashinalarda aytishadi. 4 ta oyna bagaj yuklarida bo'ladi aka. Agar bolani qo'li qolib ketsa, avtomatik to'xtab qoladi. U zo'r ekan, ashlar zakon ekan haqiqatdan. Aka, hamma funksiyalari bor mashinamiz hozir katta chegirmalar bilan, katta takliflar bilan qilib beryapmiz. Bitta pasport evaziga Shahboz aka 12 ta viloyat uchun bir kun ichida rasmiylashtirib beramiz. Avtosalonimizda turgan hamma modellarimizni, xohlagan modellarini. Bu zo'r ekan bu. Undan tashqari aka, bizda hozir to'lov usullari to'g'risida ozgina ma'lumot berib ketaylik. Naqd to'lovga, avtokredit, rassrochka, lizing, peresleni, undan tashqari o'zligini haydab yurgan mashinaligi bo'lsa aka, olib kelishadi. Bozordan qimmatroq hisoblab qolib, olib qolamiz aka. Ha, narxlab solib qolib. Xuddi shunaqa. Ko'p obunachilar aytishar ekan, sizlarda tradingdan qimmatroq mashinalar olib qolasiz. Yo'q aka, yurib turgan mashina bo'lsa bo'ldi. Ha, yursa bo'ldi. Yurib mashqqa kelsa bo'ldi aka. Bo'ldi. Hisoblab qimmatroq olib qolamiz aka. Biz bozordan qimmatroq olib qolamiz. Chunki bizga klientni boshlanish to'lovi yetish uchun biz qimmatroq sotib berishga harakat qilamiz. Bular zo'r ekan, bu zo'r ekan. Gap yo'q. Men lekin tushundim, ko'p narsani bildim. Gap yo'q. Endi tavsiya qilaman, bemalol kelib, hozir endi nima deydi? Kelib olinglar degandan ko'ra, kelinglar, o'zingiz mazza ko'ringlar. Ana test drive'lari bor ekan, haydab ko'ringlar. Ma'qul kelsa, keyin boshqa gap. Lekin ma'qul kelsa aniq sizlar gap uni. Aka, sizga ko'rsatayotgan narsalarim hozir bir 30% bo'ldi. Chunki bilasiz, agar 100% tushuntirib beradigan bo'lsam, 2 soat, 3 soat vaqtimiz ketib qoladi. Videomiz vaqti o'zi kamroq bo'lgani uchun sizga kerakli detallarni ko'rsatib berdim. Agar video davomida tushuntirib bera olmagan narsalarimiz bo'lsa, avtosalonimizga kelishadi, menejerlarimiz tomonidan hamma ma'lumotlar beriladi. Test drive'larini qilamiz, hamma to'lov usullarini tushuntirib beramiz. Siz obunachilaringiz uchun, sizdan kelgan har bitta obunalar uchun biz katta chegirmalar qilib beramiz. Undan tashqari avtosalonimiz nomidan ham katta chegirma va bonuslar bilan jo'natamiz. Hammanglarni Suyis Sergeli avtosalonida kutib qolamiz. Ana, kelinglar, mana obunachilarim, eshitdingizlar? Kelasizlar, sizlarga alohida bonuslar, alohida qulayliklar, alohida yana komfortlari bor.
Tamam, barchani kutib qolamiz, charchamanglar. Bo'ldi. Batafsil ma'lumotlarni bilish uchun, lokatsiyalarni bilish uchun quyidagi nomerlarga telefon qilsanglar, operatorlarimiz tomonidan batafsil hamma ma'lumotlarni berishadi. Hammanglarni Suyis Sergeli avtosalonimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar.